chidamaslikka o'tdik. Qarmoqqa baliq tutolmay oxiri o'lib ketsin deb kechagi joyimga ekran tashlab yubordim. Hozir mana tashlab qo'yganman. Yog'och 10 minutda bitta olaman. O'tgan safar oluvdim 10 minutda. Karas sazallar chiqdi. Qarmoq ham tashladim. Ekran ham tashladim. Chidamaslikka o'tib oldik endi. Jonga tegdi bu baliqlarga. Nima bersang olmayapti. Chidamas chirtiq, ishton yirtiq deb. Ishton yirtiq bo'lsa ham baliq ushlasak bo'ldi. Samolyot ket. Ko'chdi ham o'rtoqlar. Layka suvdan tiniq o'tdik. Bu yerda ham yaxshi natijalar bor. Oyda bitta tog' o'tiribdi, bitta qochiribdi hozir. 1 kilo ustida deyapti-yu. Tepaga chiqqanda ketib qoldi Quruchoydan dedi. Endi bunaqa joydan olib chiqish ham oson emas. O'rlashtirib beradi. Qamishlarga. Eplasiz. Quruchoyingiz moshni bo'lsa, leskingiz moshni bo'lsa, jelkingiz moshni bo'lsa, olib chiqolasiz. Atak slabый qarmoq, udichkingiz slabый bo'lsa, sinib ham ketadi. Bu yerdan eng kattasi 4 kilo 700 olishgan sazan. Bitta mikroyilli bola olgan. Hali undan keyin eshitmadik bunaqa kattasini. O'tgan yil olgan. Yaqinda 3,5 kilolik olindi. Retki olasiz, bitta olasiz, zo'rini olasizda. Shunaqa joy bu yer. O'zicha millatyapti. O'zi kelsa mana o'tlar qimillab qoladi. Mana katta baliq kelsa mana o'tlar bu yerdan bu yoqqa qimillab o'ynab qoladi mana o'tlar. Hozircha bu atrofda yo'q. Shunaqa gaplar. Mana o'rtoqlar, natija bo'ldi bugun mana. Natijamiz bo'ldi mana. Qarasatchalar. Bolachasi ham bor. Kichkina. Lekin bular qo'yaveraman. Ertalab ketib. Bunaqa balalarni qo'yverish kerak. Sog' bo'linglar. Like bosib qo'yinglar baliq uchun.